Kamol opa, sizga bitta savolim bor edi. Kecha 3 ta zuluk qo'ygandim, lekin ulardan faqatgina bittasi yaxshi ishladi. Bu normal holatmi? Ha, bu mutlaqo tabiiy holat. Zuluk muolajasi vaqtida bunday holatlar tez-tez uchraydi. Zuluklar so'lagidagi girudin miqdori bir xilda bo'lmaydi. Ba'zilarida ko'p, ayrimlarida kam bo'ladi. Agar zuluk mayda tomirga yaqin joyni tishlagan bo'lsa, qon ko'proq chiqadi. Boshqa joyda esa tomir chuqurroq bo'ladi. U yerdan kam qon chiqadi. Teri ostidagi qon bosimi tanada bir xil emas. Ayrim joylarda qon aylanishi kuchliroq, masalan, dumg'aza bel, son sohasida. Shuning uchun qon oqimi tabiiy ravishda ko'proq bo'ladi. Zulukning so'rish davomiyligi. Ba'zi zuluklar uzoqroq so'radi. Shunda girudin ko'proq kiradi. Shu sababli o'sha joydan qon uzoqroq oqadi. Demak, bu holat xatolik emas, balki zulukning tabiiy farqi va tananing o'ziga xosligi. Har bir organizmda qon aylanishi va bosim, teri qalinligi turlicha. Shuning uchun natija har xil chiqadi. Qon ko'p chiqayotgan joy esa tozalash jarayonining eng faol nuqtasidir.